Alo. Arpaga qatlaysiz, aka? Yuribman ko'chada. Aka xurmoni zo'r somsasi olib beraman. Keling, aka. Zo'r bo'lardi. Qonim takkira soch. Bo'ldi, hozir boraman. Mana aka, sizga maqtagan somsa. Oling. Rahmat ukajonim. Nima o'zingdan o'zing yurib qolding? Tinchlikmi? Bismillahirrohmanirrohim. Shu maqtagan somsangmi? Maqtaganingchi bor ekan. Aka o'zi siz chaqirishar maqsad ozgina qarz olib qoldi. Shu 1-2 berib tursangiz zo'r bo'lardi, aka. Nima bo'ldi ukam? Nimaga pul kerak bo'lib qoldi? Shu aka ozgina problemalar bo'lib qoldi. Ukam oldimda borim shu. Aka, somsaga pul isolab ketarsiz? Charchamang. Somsaga to'laysiz dedimi? O'zi eriyman dedi. Ham somsaga to'layapti dedi. Ham qarz so'rab ketdi. Mayli, xurmoni somsasi qalbi eritib yurar ekanda. Qanaqa pul berib yuborganimni ham bilmay qoldim. Sizlarda ham shunaqa erkatoy ukalar bormi? Shunaqalarga jo'natib qo'yamiz.